Kuyov bolaning to'yida qilgan ishi barchani yig'latdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, ushbu ibratli videoroligimiz YouTube'da keng tarqalishi uchun like tugmachasini bosib ehson qilishni unutmang. Erinmasdan like tugmachasini bosganlardan Alloh rozi bo'lsin. To'yxonada kelin-kuyov baxtli orzular bilan o'tirishar edi. Davrada esa kuyovning onasi chiqib o'ynar edi. Tanish-bilish, el-yurt, qarindoshlar chiqib kuyovning onasiga qistir-qistir qilishar edi. Onani bugungi tantana bilan qutladilar. Hammaning nazarida turgan onaxon yarim soatgacha o'ynadi. Bu holat kelinga yoqmadi shekilli. Sekin kuyovning quloqiga shivirladi. Onangizga ayting, davradan chiqib ketsinlar dedi. Hali davraga chiqib o'ynaydigan dugonalarim ko'p dedi. Kuyov miyig'ida bir kulib qo'ydi va o'rnidan turdi. Davraga chiqdi. Hammaning xayolida onasini qutlagani chiqdi degan o'y xayol keldi. Lekin kuyov to'g'ri sozandalarning oldiga borib mikrofonni oldi. Ashula to'xtadi. Kuyov to'yxonadagilarga qarata, "Onam kimga kerak?" dedi. To'yga kelganlar kuyovning bu so'zini eshitib, karaxt bo'lib qolishdi. Hamma bir-biriga qarashar edi. Kuyov esa yana, "Onam kimga kerak?" dedi. Hamma tajovuz qildi. Kuyovning bu harakatini tushunmasdan, nahotki o'z onasiga shunday qilsa deyishar edi. U yoqda esa kelin kulib, "Hozirdan aytganimni qilyapti. Demak to'ydan keyin chizig'imdan chiqmas ekan" degan quvonch bilan kulib turar edi. Kuyov esa yana, "Onam kimga kerak?" dedi. 3-marotaba takrorladi. Hamma jim qotib qoldi. Kuyovning bu ishiga kim nima deyishligini bilmas edi. Ona zor-zor yig'lar edi. Ko'zlarida yosh bilan yuragiga xanjar urganday bo'ldi. Shunda kuyov, "Onam menga kerak" deya qo'lidagi nikoh uzugini yerga otib, kelinga qarab, "Uch taloqsan" deb onasini davradan olib chiqib ketdi. Atrofdagilar va kelinning yaqinlari nima bo'lganini tushunmas edilar. Kelin tomon kuyovning yoqasidan oldi. Shunda "To'xtanglar" deb kelinning otasi keldi. Kuyov qaynotasiga hammasini aytdi. Qaynota esa biroz o'ylanib turib, kuyoviga, "Sizday yigitga qizimni berganim uchun faxrlanaman. Lekin shunday qiz o'stirib, tarbiya bermaganim uchun o'zimdan nafratlanaman" deb davradan chiqib ketdi. Hurmatli tomoshabin, agarda videoroligimiz kimgadir manfaatli bo'lgan bo'lsa, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Kommentariya qismi siz uchun muntazir.